Assalomu alaykum, hamma sizlar. Angliyadagi ish joyimizdan lavha. Hozir qilib turgan ishimiz mana shunday klubnikalarni, barglarni tozalab chiqyapmiz. Mana bunday yomon barglarni tozalab chiqyapmiz. O'zimizda oldin bo'laydi paxtani yaganka, chekanka qilaydi-ku, xuddi shunday keraksiz eski barglarni yulib tozalab chiqyapmiz. Shunday eskilarni sarg'ayib qolganlari, teshilib qolganlarini bugungi ishimiz shundan iborat bo'lyapti hozircha. Hozircha emas, birinchi poliyani boshladik. Bundan buyog'i polni shunaqa ekan. Qayerlarga yetgan bo'lsak, menimcha hamma joyda shunday tozalab chiqamiz. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, videolarni kuzatib boring, kommentga savollaringiz bo'lsa yozingizlar.